Assalomu alaykum. Uni elilgan apparatimizning videosini qo'ygandik. Endi mana sal chiroyli qilib sexga olib kirib o'rnatdik. Mana shu hozir bir qop un solingan. Bemalol ketadi. O'zi bir qop bemalol ketishi uchun mo'ljallangan edi. Yo'q. Aravani tort. Bu aravaga bemalol 2 qopdan oshiqroq un ketadi. 120-130 kilo un ketadi. Sexga un ishlatiladigan tarafiga olib borib, bemalol aravada ballonlari bor, ishlatsa bo'ladi. Buni changini hozir ko'rganingizdek sal oldini olish uchun varamkasini o'zini ko'rsatgan. Uni shu joyiga latta qo'yilsa, undan sal ko'p changi sal kamroq bo'ladi. Latta qo'yilmaganining sababi lattalarda baribir narsalar, iplar, boshqa narsalar yopishib qolish ehtimoli borligi uchun latta qo'yilmagan.